viloyatları ko'paytirish uchun, ommalashtirish uchun hammasini bu yerda ko'paytirib, ularni o'qitib, ularga sertifikatlarni berib, bu yerda tarqatish kerakki, ular hamma joylarda shug'ullanadi. Muhtaram Prezidentimiz tomonidan ot sportini rivojlantirish bo'yicha so'nggi yillarda 5 ta qaror qabul qilindi. Shu qaror natijasida mana bizda ham Oliy sport mahorat maktabi ot sporti bo'yicha ko'plab o'zgarishlar, yuqori natijalar ko'rsatib kelmoqda. Bugungi qo'mondonimizda ham maktabimizga tashrifi, sportchilarimiz bilan uchrashuvi sportchilarga, maktabimiz jamoasiga ulkan motivatsiya bo'ldi. Bugungi kunda yoshlarning ot sportiga bo'lgan qiziqishlari tobora ortib bormoqda. Asrlar davomida xalqimizning milliy qadriyatlari va an'analari bilan chambarchas bog'liq bo'lgan chavandozlik san'ati bugun yoshlar orasida yana jonlashmoqda. Ana shu qiziqishlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida bugun Milliy gvardiya qo'mondoni general-polkovnik Bahodir Tashmatov ot sporti bo'yicha Respublika Oliy sport mahorati maktabi faoliyati bilan yaqindan tanishib, sportchilarning mashg'ulotlarini ko'zdan kechirdi. Bir yarim yildan beri ot minaman, yaxshi ko'raman turishib. Yoshlarimni, sinfdoshlarimni ot sportida shug'ullanishga tavsiya etaman.